Assalomu alaykum domla. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Mana hayot ko'rishdik. Ko'rishdik va nihoyat. Shu Instagramda asl nihol degan profil ochganman. Ko'chatlar bilan shug'ullanyapsiz hozir odamlar. Asl nihol. Ha. Shu yangi ish boshladik. Baribir yoshi ulug' insonlar qolaversa ilm ahlidan duo olib boshlash har bir ishda menimcha samarasi yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun sizdan duo olishni Bas bu aniq xudo xolasa. Faqat bizdan bo'lmasa ham, lekin duo. Yo'q, duo bilan. Bu niholdan maqsad endi o'sha ekin tikinaganda ko'chat, landshaft, plus meva, endi har xil mevalar. Savob ham tijorat. Albatta. Avvalo hamma dehqonlar, ko'chatchilar, assalomu alaykum. Ishlaringizga barakot, rivoj bersin. Shu qatorda mana Begzodjon ukamiz ko'plarni taniysizlar o'zi, hammalaring. Shu yaxshi ishni hozir aytib qoldilar. Xursand bo'ldim. Ilohim xayrli bo'lsin, barakotli bo'lsin. Ko'chatlar videosini ham ko'rdim, qoyil qoldim. Necha kun oldingi desa, shu bir hafta 10 kun oldingida o'shalik olma mevani ko'rsatdilar. O'zim ham mo'ljalladim. Xudo xolasa bir ekamiz inshaalloh. Men o'zim bor ekib beraman domla. Qo'lingizni chiroyli qilib, zo'r ish Pink Lady'dan ekib beraman. Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa. Deganim bu umuman manzarali daraxt bo'ladimi, mevali bo'ladimi yoki bir taxtadan foydalanish, xullas yashil narsa ekish borki dinimizda maqtalingan, savobli ish, yaxshi ish. Chunki payg'ambar alayhissalom qiyomat boshlangan ko'rsalaring agar qo'llaringda ko'chat turgan bo'lsa, ekinglar, ekib qo'yinglar deganlar. Ham savob, ham tijorat ekan. Ilohim nima deymiz? Barakotli bo'lsin deymiz, xayrli bo'lsin deymiz. Shu ekilgan narsalar ilohim ekkanga ham, ektirganga ham, yetishtirib chiqargan hammaga barakotli bo'lsin. Uka ishingizga Alloh rivoj bersin. Bundan ham yuksaling ilohim. To'xtab qolmang. Sog' bo'linglar, charchamanglar. O'rtoqlar sizlar ham duo qilib qo'yasizlar. Xudo xolasa yaxshi ishni boshladik. Asosiysi yurtimizda shunaqa bir chiroyli sarxil mevalarni yetishtirish va qolaversa insonlarga yetkazib berish niyatida ushbu ishni boshladik. Duo qilib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Barchaga rahmat.